Gentradan boshladik bugungi kunimizni. Mexanik korobka 3-pokoleniya gazi bilan оборот qilingan bu mashina. Taxometrda skachka bor, yurib ketib to'xtaganda, gazda ham, benzinda ham. Svetoforlar ketib to'xtasa, taxometrdan chiqadi, tushadi, chiqadi, tushadi. Shopir jig'iga tegadi. Kim ekan bugun? Rulda. Voy, молодец, Marg'ilon. Marg'ilondan Programma чтение qilamiz, сохранить qilamiz. Nomer nechi edi? 590. 590 сохранить qilib qo'ysa рабочий stolga. Chiptuningni ochib ko'ramiz, programmasini, nastroykalarni qilib beramiz. Bu yoqda yana Gentra mashinamiz. Евразия Motors'dagi joyimiz bu. BYD kelganda to'g'riga o'tamiz, narigi servisga, BYD servisga. Tak, bu yerda avtomat korobka, miya almashadi hozir bu mashinada. Jo'rabiy shug'ullanadi bu bilan. Programmani nastroyka olib chiqib, test drive qilib, korobkani ideal ishlaydigan holatga olib kelib beramiz. Bu bizning postoyanniy mijoz.